Yaxshi, milliy sertifikat kitobi misollarini yechishda davom etamiz. 98-misolga kelib qolganmiz, ikkinchi mavzuda. 98-misolda mana shu teng n kvadrat bo'lsa, n ning natural qiymatini toping deyapti. Demak, bu yerda 44 eng kichkina bo'lgani uchun o'shanda a deb belgilayman-da, hammasini qo'yaman. A bo'ladi, 45 a plus 1 bo'ladi, 46 a plus 2 bo'ladi, 47 a plus 3 bo'ladi. Plus 1. Endi a ni a plus 3 ga a plus 1 a plus 2 ga ko'paytiraman. Shunda menda a kvadrat plus 3a bo'ladi. Nargisini ko'paytirsam a kvadrat plus 3a plus 2. Yonida plus 1 ham bor. Shu joyda a kvadrat plus 3a ni biron bir t deb belgilaydigan bo'lsam, menda misolim a kvadrat plus 3 o'rniga t ni qo'yadigan bo'lsam, t ko'paytirilgan t plus 2 plus 1 bo'lib qolar ekan. Buni ochib olsam t kvadrat plus 2t plus 1, ya'ni t plus 1 ning kvadratiga kelar ekan. T ni o'rniga a kvadrat plus 3a ni qo'yadigan bo'lsam, a kvadrat plus 3a plus 1 ning kvadrati. Endi bu narsani ham mana a plus 1 ning kvadrati plus a qilsam bo'ladi. Shuni ham kvadrati n kvadratga teng. Kvadrat bilan buni qisqartirib a ni o'rniga 44 qo'ysam, 44 plus 1 ning kvadrati plus 44 manda n ga teng. 44 plus 1 45, 45 kvadrat 2025, 2025 ga 44 ni qo'ysak, n teng 2069 chiqar ekan menda B javob. 99 da mana shu misolni soddalashtirishim kerak. Bilaman men x mi, y mi farqi yo'q, minus 1 darajasi degani 1 taqsim o'sha sonning darajasi bo'lib ketaveradi. Shu bo'yicha men buni x taqsim y plus 1 plus y taqsim x qilib deb makhraj berib oladigan bo'lsam, x kvadrat plus x y plus y kvadrat makhrajimda x y bo'ladi. Shuni bo'lishim kerak ekan, men buni ham 1 taqsim x kub minus 1 taqsim y qilib qolaman. X kvadrat plus x y plus y kvadrat taqsim x y o'rtasi ko'paytirish, bu tepaga chiqib ketadi. X ko'paygan y bo'ladi. X kub y kub. Makhraj qaranglar, bunga y kub, bunga x kub beradigan bo'lsam, y kub minus x kub bo'ladi. Y kub minus x kubni ham birdan formulaga qo'yaman. Y minus x y kvadrat plus y x plus x kvadrat ko'rinishda. Bular qisqarib ketar ekan, bularni bittalari qisqarib ketsa, x kvadrat y kvadrat taqsim y minus x chiqadi. Endi shuni x kvadrat y kvadrat taqsim y minus x ni ko'paytirishim kerak men bunga 1 minus y taqsim x ga. Bunga x makhraj bersam menda x kvadrat y kvadrat taqsim y minus x ko'paygan x minus y taqsim x qolar. Bularni qisqartirsam x ko'paygan y kvadrat minusdan qolar ekan. X o'rniga 144 ni, y kvadrat o'rniga 1 taqsim 36 ni qo'ysam, minus 4 chiqar ekan menda javobim B javob. 100-misol. Demak, shu kasr qisqartirilib mana shu ko'rinishga keltirilgan bo'lsa, demak qaranglar-da, bu surati ham mahraji ham bitta songa bo'lingan, natijada mana shunaqa ifoda bo'lib qolgan. Demak, mahraji x minus 1 ko'paygan nimadir bo'lgan, surati ham x plus 3 ko'paygan mana shu bo'lgan. Mana shu qavsdagi son bo'lgan. O'shanda bular qisqarib bu ko'rinishda qolgan. Demak, men mahrajdan foydalanaman. Ya'ni 2x kvadrat minus 3x plus 1 x minus 1 ga bo'laman. 2x kvadrat minus 3x plus 1 ni keltiradigan bo'lsam x minus 1 ga 2x kvadrat minus 2x minus x plus 1 bo'lar ekan. Bundan 2x olib chiqsam x minus 1 bo'ladi, minus x minus 1. X minus 1 lar olib chiqsam, qavsida 2x minus 1 qolar ekan. Demak, bu yerda mana bu qavs ichida ham 2x minus 1 bo'lgan, bu qavs ichida ham 2x minus 1 bo'lgan. Ana tepani ochib chiqaman deb olib chiqadigan bo'lsam 2x kvadrat plus 6x minus x minus 3. Shu ax kvadrat plus bx plus c ga teng ekan. Bu yerdan bilaman a teng 2, b teng 5, c teng minus 3. Menda uchalasini yig'intisini so'rayapti. Qo'shib chiqadigan bo'lsam 4 chiqar ekan. Javobim B javob. Birinchi misolda a butun son ekan, b natural son ekan. Mendan mana shu oralida bo'lsa, buning nechta turli qiymati bor. Demak, mana bu 3b minus 4 b natural son bo'lgandan keyin har doim natural son. Endi faqat mana bu 4 taqsim b minus 1 natural son bo'lishini ko'rsam bo'ldi. Ya'ni umumiy natural bo'lishi, mana bu yo'g'i ham o'sha shartni bajarish kerak. Bu uchun mana bu b minus 4, b minus 1 4 ni bo'luvchilari bo'lish kerak. Ya'ni b minus 1 bo'lishi mumkin 1, b minus 1 bo'lishi mumkin 2, b minus 1 bo'lishi mumkin 4. Hamma holda misolni ishlayman. B teng 5, b teng 3, b teng 2 mana bu yerda, bu yoqda b teng 5. Ana bularni ko'tarib qo'yaman. Birinchi a teng 3 ko'paytirilgan 2 minus 4 minus 4 bo'lib qoladi 2 ni qo'ysam. Shu kera 2 6. 6 dan 4 ayirsam
2 demak minus 2 bo'lar ekan. Bu mana bu oraliqqa tushadi. Demak, buni olsam bo'ladi. Blar o'rniga 3 qo'ysam, a barobar 3 kara 3 minus 4 minus 2 bo'lib qolar ekan. Buni hisoblasam 9 ayrilgan 6 3. 3 ham bu oraliqqa tushadi, olib bilaman. B o'rniga 5 qo'yilgan bo'lsam, 3 kara 5 minus 4 minus 1 bo'lar ekan. 5 qo'ysam ham 1. Buni hisoblasam 3 kara 5 15, ayirsam 10 chiqar ekan. Menda u minus 12 dan kichik a katta 10. Ya'ni mana bu 10 da qat'iy 10 belgisi. Demak, bu degan 10 ni o'zini olib bilmaysan degan. Tagida teng belgisi yo'q. Demak, 10 ni ola olmasam, faqat ikkita turli qiymat qabul qila olar ekan, minus 2 va 3. Javobim B javob. Keyingi misollar hisob-kitob bo'lgani uchun bularga to'xtalmaymiz. Bular o'zimiz ishlab ko'ramiz. 108 dan boshlab ishlab ketamiz. 108-misolda aytayapti. Quyidagi ifodalar berilgan bizda, shundan foydalanib k ning qiymatini topishimiz kerak ekan. Demak, bu misolni ishlash uchun 2 ni ilzosida ikkinchisini yozib olib, mana bu yoqni soddalashtirishimiz kerak-da. Ya'ni a kvadrat b plus 2ab plus b ni soddalashtirishimiz kerak. Demak, mana buni ham qaranglar. A kvadrat b plus 2ab ni ab plus ab qilmoqchiman. Plus b si bor. Endi mana bu ikkalasidan ab ni olib chiqsam, qavsida b plus 1 qoladi. Plus bu ikkalasidan bitta a plus 1. A plus 1 qoladi. Plus bu ikkalasidan b ni olib chiqadigan bo'lsam, yana a plus 1. Ikkalasida ham a plus 1lar bir xil bo'ldi, olib chiqaman. A plus 1lar olib chiqsam, qavs ichida ab plus a qolib ketar ekan menda. Demak, ab plus b ni ham man, demak a plus 1 ko'paytirilgan. Bundan ham b ni olib chiqsam, yana a plus 1 bo'lar ekan. Demak, a plus 1 ning kvadrati ko'paygan b plus 1 bo'lar ekan menda bu misolim. Demak, ana endi o'rinlariga keltirib qo'yaman. B ni o'zi ekan, uzr, sal anaqalar bo'lib ketdi, mana bu chiqib qoldi, mana bu yozib o'sha sal qilib. Demak, a plus 1 ko'paygan b bo'lib qolar ekan. Ana endi a plus b 1 kvadratini o'rniga 2 ilzosida 2 ning kvadratini qo'yaman. B ni o'rniga 3 ilzosida 2 ni qo'yaman. Mana bu menda 4 ilzosida ikkinchisi bo'ladi, bu yoq 3 ilzosida ikkinchisi bo'ladi. Bir-biriga ko'paytirsam 12 ning ilzosida ikkinchisi chiqar ekan. Mana shu k ilzosida 2 ga teng. Demak, darajalari bir xil bo'lgandan keyin asoslar ham bir xil bo'lishi kerak. Bu yerdan kelib chiqadi k teng 12. Mana k ning qiymatini so'rayotgandi. 12 chiqar ekan C javob. 109-misolda mana shu ifoda quyidagilardan qaysi biridan aniq katta deyapti. Qarasa 2024, 26, 28, 30 orasidagi son 2027. O'sha 2027 ni a deb belgilab, men buni soddalashtiraman. Mana buni o'zi menda a minus 3 bo'ladi. 2026 a minus 1 bo'ladi. 2028 a plus 1 bo'ladi. Bu a plus 3 bo'ladi. Demak, mana bu ifodamning o'zi a kvadrat minus 9 ko'paygan a kvadrat minus 1 bo'lar ekan. Ya'ni a ning 4-inchisi minus 10a kvadrat plus 9 ko'rinishda bo'lar ekan. Endi mana buni o'rniga demak 2023 manda a minus 2 bo'ladi, a minus 4 bo'ladi. Eslatib o'taman, 2027 ni a deb belgilaganman. Ko'paytirilgan buni kvadrati 2031 a plus 4 ning kvadrati bo'ladi. Bitta qavsni oladigan bo'lsam a kvadrat minus 16 ning kvadrati bu ko'rinib turibdi, bundan kichkina. Demak, bu javob ola olmayman. Keyingi javob yana buni o'rniga a minus 2 ning kvadratini qo'ysam, 2029 o'rniga a plus 2 ning kvadratini qo'ysam, menda a kvadrat minus 4 ning kvadrati bo'lib qoladi. Buni ochib chiqsam a kvadrat minus 8a kvadrat plus 16 a4. Demak, qaranglar, a4lar bir xil. Endi 8a kvadratni ayirayapman, unda 10a kvadratni ayirayapman. Bunga 16 ni qo'shyapman, bunga 9 ni qo'shyapman. Demak, bu yerda aniq bilsam bo'ladi menda, bu bundan katta. Demak, bu yerda bu ifodadan kattasi B javobda ekan. 110-misol. 110-misolda mana shuni soddalashtiring deyapti. Demak, e'tibor beramiz bu yerda mana bu ifodani 300 ning kvadrati plus 2 ko'paygan 300 ko'paygan 190 bo'ladi. Mana bu 600 2 ko'paygan 300 qo'ydim. Plus 100 ning kvadrati ko'paytirilgan. Mana buni men 200 minus 15 qilaman. 200 plus 15 qilaman. Plus mana bu 225 o'rniga 15 kvadratini qo'yib yuboraman. Taqsim mahraj 500 ning 4-inchisi. Mana bu narsa menda 300 plus 100 ning kvadrati. 300 plus 100 ning kvadrati ko'paytirilgan.
Mana bu narsa qaranglar. 200 ning kvadrati minus 15 ning kvadrati bo'ladi. 15 ning kvadratlari qisqarsa 200 ning kvadrati ekan. Taqsim 500 ning 4-si. Qo'shlar bu misolda mana bu 100% o'rtasi minus bo'lishi kerak. Bo'lmasa bu chiqmay qolar ekan hozir. Bu ham minus. Demak, mana bu ham minus ekan. 300 bu 100. Ana endi shunda bu yog'i 200 ning kvadrati ko'paygan, nari ham 200 ning kvadrati. Taqsim makrajda 500 ning 4-si bo'lar ekan. Ana 200 buni ham 200 ning 4-si taqsim 500 ning 4-si qilamiz. Bu degani 2 taqsim 5 ning 4-si qolib ketadi. Bu ham 16 taqsim 625 chiqar ekan bizda. Lekin bunaqa javobimiz ham yo'q. Javobimiz shunday chiqadi lekin. Keyingisi 111 a plus b plus c teng 1 bo'lsa, quyidagi ifodani soddalashtirishimiz kerak ekan. Demak, qaranglar, bu misolda e'tibor beradigan joyimiz mana bu yerdan hammasini topib olsam, ya'ni b plus c ni topib olsam ham 1 minus a chiqadi. Hammasini o'rniga, demak, men b plus c ni o'rniga 1 minus a ni qo'yaman. Shunda 1 minus a ko'paytirilgan a bo'ladi plus a plus c ni o'rniga 1 minus b ni qo'yaman. Ko'paygan b bo'ladi. Plus a plus b ni o'rniga 1 minus c ni qo'yaman. Ko'paygan c minus 1. Taqsim makrajida a kvadrat plus b kvadrat plus c kvadrat bo'lib qoladi. Uni ochib chiqsam, a minus a kvadrat plus b minus b kvadrat plus c minus c kvadrat minus 1 o'rniga mana buni keltirib qo'yaman, a plus b plus c. Shunda minus a minus b minus c bo'ladi. Makrajida esa a kvadrat plus b kvadrat plus c kvadrat chiqar ekan. A'lar ketsa, b'lar ketsa, c'lar ketsa, minus a kvadrat plus b kvadrat plus c kvadrat qolar ekan. Makrajda a kvadrat plus b kvadrat plus c kvadrat o'zi. A kvadrat plus b kvadrat plus c kvadratlar qisqartirib yuborsam, banda javobi minus 1 chiqib qolar ekan. Yaxshi. Keyingi misolimiz 112-misol. 112-misolda x plus y plus z barobar 6 va quyidagi tenglik bo'lsa, mana buni topishimiz kerak. Mana bunga qaranglar, ikkita makraj berib yuboraman. Ya'ni bunga yz, bunga xz, bunga xy. Shunda menda yz plus xz plus xy barobar makrajdagi x, y, zlar qisqarib 10 chiqib qoladi. Demak, menda x plus y plus z ning qiymati ham bor 6. Shuni kvadratga ko'tarib yuboraman. Kvadratga ko'tarib yuboradigan bo'lsam, x kvadrat plus y kvadrat plus z kvadrat plus 2xy plus 2xz plus 2yz barobar 36 bo'lib qoladi. Demak, mana buni 2 ga ko'paytirib yuborsam, xuddi mana shuni beradi. Ya'ni x kvadrat plus y kvadrat plus z kvadrat plus mana buni o'rniga endi 20 qo'yib yuboraman. Barobar 36. Va bu yoqdan x kvadrat plus y kvadrat plus z kvadrat hisoblaydigan bo'lsak, 16 chiqar ekanmizda. Javobi C javob. Yaxshi, keyingi misollar yechimini ham hammasini berib boramiz o'quvchilar. Kanalda bemalol obuna bo'lib, yaqinlarga jo'natib yuborsangizlar bo'ladi. Bizning kanal juda foydali. Bundan keyin ham juda ajoyib misollar yechimini berishda davom etamiz.